Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsligimizning 31-darsini o'qiymiz. Biz bu soatlik darsimizda masdar haqida to'xtalamiz. Masdar degan nima va uning turlari qaysi? Masdar deganimiz buning so'z ma'nosi tip ism degan gap. Ya'ni fe'llar uningdan turinib chiqadigan tip ismni ko'rsatadi. Masdar o'zining fe'lininki harflarini o'z ichiga olgan holda vaqtdan xoli bir ish harakatni bildiradigan bir so'z. Ya'ni masalan darban desam urmoq yoki urush degan bo'ladi. Bu so'zda shu urmoq degan masdarning o'zining fe'li, ya'ni daroba degan fe'lninki harflaricha ba, ya'ni fe'lining harflarini o'z ichiga olgan. Darban desak, daroba degan fe'lning harflarini o'z ichiga olgan. Lekin daraba desak urdi o'tgan zaman. Darban desak bu urmoq, urush desak bu masdar harakatni bildiradi, lekin buningda shu vaqt hukmi yo'q. O'tgan zaman degilim bo'lmaydi, hozirgi zaman degilim bo'lmaydi, kelgusi zaman degilim bo'lmaydi. Demak, vaqtdan xoli holda o'zining fe'lining harflarini o'z ichiga olgan holda bir ish harakatni bildirgan lafzini biz nima deymiz? Masdar deymiz. Buning o'lchamlik tunishtirilishi huval-lafzu dallu alal hadas mujarradan aniz zaman mutadamminan ahruf fi'lihi lafzan. Masdar deganimiz o'zining fe'lining harflarini lafziy jihatda o'z ichiga olgan zamondan xoli holda, ya'ni vaqt hukumidan xoli holda hadasga, ya'ni ish harakatga bildirgan lafzini biz masdar deymiz. Masalan, alima bo'lsa bildi, ilman bo'lsa bilmek, qatala urushdi, qitalan urushmoq, urushush. Demak, alima degan bir fe'lninki ayn lamdan iborat bu harflari ilman degan masdarda ba. Qatala degan fe'lning qaf, alif, ta, lamdan iborat bu harflari qitalan degan bu masdarda ba. Demak, o'zining fe'lining harflarini o'z ichiga olgan holda vaqt hukumidan xoli. Ilman desak bilish. Bilish degan gap qay zamonga tava? Vaqt hukmi yo'q. Urushush bu qay zamonga tava? Vaqt hukmi yo'q. Demak, shunga o'xshagan o'zining fe'lining harflarini o'z ichiga olgan vaqt hukumidan xoli holda bir hadasga, ya'ni harakatga, bir hodisaga bildirgan lafzini biz masdar deb ataymiz. Unda bo'lsa masdar deganning nimaligini bildik. Bu masdarning o'lchami qanday? Buning qilibi qanday? Biz fe'llarning masdarini bilmoqchi bo'lsak, qaysi xil usul bilan bilamiz, qaysi xil o'lchamga hisob bilamiz deganda, masdarningki o'lchami biz fe'llarni so'zga vaqtda so'zlashimiz mumkin. Fe'llar 3 harflik, 4 harflik deb bo'linadi. 3 harflik fe'l, 4 harflik fe'ldan. Endi 3 harflikdan bo'lgan fe'lning masdari simai bo'ladi. Simai, ya'ni bu anlash e'tibori bo'yicha bo'ladi. Biz arablardan qanday anglagan bo'lsak, ha, ma fe'lning masdari ma ekan deymiz. 3 harflik fe'llarning masdari. Deydi, awzanuhu min ath-thulathiyil mujarrad sima'iyun. Masdarning vaznlari, ya'ni qiliplari thulathi mujarraddan bo'lgan sima'iyun, sima'iydir. Bu anglashlancha bilinadi. Demak, sima'iy degan gap uning qilipi yo'q, o'lchami yo'q, qoidasi yo'q. Arablar mav fe'lning, ya'ni mav 3 harflik fe'lning masdari mav deb bilsa, shu kan deb qabul qilamiz. Arablardan anglaganimiz uchun qabul qilamiz. Masalan, nasara yansuru degan fe'lning nasrun, rahma, shug'ulun. Demak, bular hammasi 3 harflik fe'lning nimasi masdari. Biz buni falon o'lchamda chiqqan demaymiz. Arablar nasara degan fe'lning masdarini nasrun deb qo'llangan, rahima yarhamuniki rahma deb qo'llangan, shag'ala yashg'uluniki shug'ulun deb qo'llangan. Biz shu bo'yicha shularning masdarini bular deb taniymiz. Demak, buni simai, anglash yo'liga asosan bilamiz. Fe'l qanday bo'lsa 3 harflik bo'lib qolsa. Unda bo'lsa 3 harflikdan ortiq bo'lib qolsa shu. Endi 3 harflikmi bu yerda thulati mujarrad deb qo'ydi. Biz buni durustligi kitobini tushuntirdik. Thulati mujarrad deganimiz sap 3 harflik. Sap 3 harflik fe'llarningki shunday simai bo'ladi. Endi thulati mazid, ya'ni 3 harflik fe'lga 1 yoki 2 harf ortiq qilingan yoki rubai mujarrad yoki rubai mazid o'xshagan bu fe'llarning o'lchami desa, va min g'ayri thulati, endi thulati mujarradning boshqasi qiyasi, o'lchami va qilib va shu qilib qasasancho chiqaramiz.
Qanday chiqaramiz? Masalan, af'al bu bir o'lcham, taf'il bu bir qilib, infial bu bir qilib, istif'al bu bir qilib, fa'lala, tafa'al. Hammasi mana bular fe'llarning qiliblari. Masalan, afraha yufrihu. Afrah af'al o'lchamida chiqdi. Taf'ilchu sallama yusallimu degan fe'lni biz taslim shaklda chiqaramiz. Infialchu infa'ala yanfa'u. Ya'ni istagfara yastaghfirunchu istig'for yoki bu istif'al o'lchami chiqdi. Infialchu desa infataha yanfatihu infitah infial o'lchamida chiqdi. Istif'alchu desa istagfara yastaghfiru istig'for istif'al o'lchamida chiqdi. Fa'lalachu desa fa'lala yufa'lilu. Dahraja yudahriju degan o'xsham fe'llarni biz fa'lalatun dahrajatun deb chiqaramiz. Tafa'lulchu tafa'lala yatafa'lalu. Sen tanazzala yatanazzalu tanazzul shundago tafa'lul deganga o'xshagan. Demak, 3 harflikdan boshqa fe'llarningki maslari yuqoridagi o'lchamlargacha silib turib chiqaramiz. Endi biz masdarning tushuntirilishini o'qidik. Masdarningki o'lchamlari haqida tunish hosil bo'ldi. Endi masdar degan biz bir hadasga, ya'ni hodisaga, ish harakatga bildirilgan lafzi dedik. O'z zamondan xoli holda fe'lning harflarini o'z ichiga olgan holda bir hadasga, ish harakatni bildirilgan lafzi dedik. Demak, bu faqat vaqtni o'z ichiga olmaslik nuqtasidan fe'lga o'xshamaydi ekan. Ammo boshqa jihatlardan-chi fe'lning o'zi ekan. Ya'ni fe'lning harflarini o'z ichiga oldi ekan. Fe'l bildirgandek bir ish harakatni bildiradi ekan. Endi bu xuddi bir fe'l fa'ilni pesh qilgandek, maf'ulni zabar qilgandek, bu fa'ilni pesh qilib, maf'ulni zabar qilishdek bir o'zining amilni, ya'ni shu o'zining fe'lining amilni. Fe'lning amilni degani o'zining fe'liga o'xshash bir xususiyatga ega bo'la oladi deganda, agar masdar maf'ulun mutlaq bo'lmasa ham o'zining fe'lining amilini qila oladi. Deydi, al-masdar illam yakun maf'ulan mutlaq ya'malu amal fi'lihi. Masdar agar maf'ulun mutlaq bo'lmasa, o'zining fe'lining amilini qiladi. Masalan, a'jabani qiyamu zaydun. Zaydni o'qidik, pash o'qidik. Demak, bu yerdagi qiyam degan masdarga biz amal berib, xuddi qoma degan fe'lga bergan amaldek, agar xuddi qiyam degan masdarning o'rniga xuddi biz qoma degan fe'lni qo'yganga o'xshagan, ya'ni o'zining qoma degan fe'lning amalini berib turib, zaydunni pash o'qidik. A'jabani qiyamu zayd. Zaydning urtirishi meni hayron qoldirdi. Agar bu qiyam degan masdarga amal bermasak, ya'ni o'zining fe'lining amalini bermasak, qiyamu zaydin. Zaydning urtirishi meni hayron qoldirdi deymiz. Bu vaqtda bu muzof zaydincho muzof ilayh bo'ladi. Agar qiyam degan bu masdarga o'zining fe'lining, ya'ni qoma degan fe'lning amalini xuddi o'zining keyindan kelgan ismni fa'ilda pesh qilganga o'xshagan shu amalni biz qiyam degan masdarga bersak, keyindan kelgan ismni fa'ilga asosan nima o'qiladi? Pesh o'qiladi. A'jabani qiyamu zaydun deganga o'xshagan. A'jabani darbu zaydin amran. Mana bu yerda yoki a'jabani darbu zaydun amran. Mana bu yerda hayron qoldirdi meni Zaydning amrini urishi desam, bu jumlada darbu degan masdar. Daraba yadribun chiqqancho masdar. 3 harflikdan chiqqan masdar. Endi bu darbun degan bu masdar xuddi daraba degan fe'lga o'xshash, o'zining daraba degan fe'lning amilni qilib a'jabani darbu zaydun deb zayd nima qildi? Pash qildi fa'ilga asosan. Chunki bu yerdagi darbun degan masdar o'zining fe'li, ya'ni daraba degan fe'lning amalini qildi. Amranni zabar qildi maf'ulga asosan. Demak, bu ikki jumlada birinchisida qiyamu qoma degan o'zining fe'lining amalini qilib, keyindan kelgan ismni fa'ilga asosan pash qildi. Darbu daraba degan fe'lning amalini qilib, zaydunni pash qildi, amranni zabar qildi deymiz. Endi bu yerda bir muhim gapdan birisi, masdar qachoniki o'zining fe'lining amalini qilsa, uning ma'muli, ya'ni ta'sirga uchratgan so'zi, fa'ilga asosan pash qilgan, maf'ulga asosan zabar qilgan mushu ma'mullarini masdarning oldiga chiqish uchun
bo'lmaydi. Deydi, "Va la yajuzu taqdimu ma'mulul masdar alayh." Masdarning ma'mulini uningga ilgir qilish to'g'ri emas. Fala yuqal, shuning uchun deyilmaydi, "A'jabani Zaydu darb." A'jabani Zaydu darb Amron deb bu yerdagi darb degan masdarni keyin bu Zayd degan bu ma'mulni asli darb degan bu masdar zidcho ta'sir ko'rsatib, ya'ni ma'mul qilib darb bun degan masdar o'zining fe'lini amalni qilib Zaydni ma'mul qilib keyin kelgan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Nima deb? A'jabani darbu Zaydin Amron yoki a'jabani darbu Zaydun Amron deb bunda kelgan bo'lsa bo'ladi. Shuning uchun bunda deyilmaydi. Bunda darbu degan masdardan ilgari uning ma'muli kelmaydi. Wala Amron darbu Zaydin deb ikkinchi qatim ta'sir ko'rsatgan maf'ullikqa asosan zivar qo'ygan Amron degan ilgari chiqmoqchi bo'lmaydi. Demak, ta'sir ko'rsatgan, ya'ni ma'mul bo'lgan fa'il bo'lsin, maf'ul bo'lsin, masdarning oldiga chiqishi bo'lmaydi. Masdar o'zining fe'lini amal qilgan vaqtda. Demak, masdarga aloqador bo'lgan qoidalar mush yerda tugadi. Endi biz masdarningki turlari haqida so'zlaymiz. Endi arab tilida masdarni bundoq biz cho'ng jihatdan ikki turga bo'lib tushunsak bo'ladi. Birisi masdar muavval. Yana birisi masdar sarih. Masdar muavval degan nima deganda bu ma'lum harf, ya'ni masdar harflari bilan fi'l mudori'ning bir kishi orqali asli fi'l mudori, asli harf ikkisi birga kelish orqali masdarni paydo qilamiz. Demak, masdarning harfi bilan fi'l mudori'ning birga kelish orqali masdar paydo qilgan bo'lsak, bu masdar muavval masdar bo'ladi. Masdar sarih degancha asldan masdar bo'lgan masdarlar. Endi masdar sarih deganimiz bu bir qancha turlik bo'ladi, biz buni so'zlaymiz. Old bilan masdar muavval. Masdar muavval degan nima deganda buning o'lchamlik tunishtirishi tarkibun lughawi mukawwanun min harf masdari mislu an, anna, kay, ma, law. Endi masdar harflari deganimiz an, anna, kay, ma, law. Mana bular masdar harflari. Ya'ni fe'lning boshiga kelib, shu fe'lni nima o'zgartiradigan masdar o'zgartiradigan harflar. Masdar muavval deganimiz tarkibun lughawi, bu lug'at jihatdagi bir tarkib, qurilma bo'lib, masdar harfidan tuzilgan. Masdar harfi bilan fe'l bilan tuziladi. Masalan, nima desak, antasumu va antasumu khayrul lakum degan bu oyatda asli tasumu ro'z tutsizlar, ro'z tutyapsizlar bu fe'l mudori. Endi an degan masdar harfini akirib biz antasumu desak, bu fe'l mudori holatidan masdarga o'zgarib ketadi. Tarjimasi bu masdar shakl tarjima qilinadi. Masalan, antasumu khayrul lakum. Ro'z tutishinglar sizlar uchun yaxshi, khayrul lakum. Sizlar uchun yaxshi. Ro'z tutishinglar sizlar uchun yaxshi. Ya'ni buningki antasumu o'rniga siyamakum khayrul lakum desakmi-chi bo'ladi. Agar oyatdan boshqa bir so'zda bu shunday masdar muavval bo'lib qolsa. Demak, masdar muavval deganimiz masdar harflari bilan fe'lni ikkisini birga akilish orqali o'zgartgan masdar. Endi biz ikkinchisini qaysi degan masdar sarih. Ochiq bo'lgan, ya'ni asli yasalgan emas, aslidan masdar bo'lgan masdarlar. Endi bu masdarlar bir qancha turga bo'linadi. Buning birinchisi masdarul hay'a. Masdarul hay'a degan nima desa, buning o'zidan chiqib turibdi. Ya'ni hay'atning masdari, hay'ani bildiradigan. Masdarul hay'a deganimiz huwa masdarun yadullu ala al-hadath wa ala hay'ati wuqu'ihi min al-fi'l ath-thulathi ala wazni fa'ala. ومن غيره بزيادة تاء التأنيث على مصدرها الصريح. دقت. مصدر الهيئة. هيئة bildiradigan masdarga nima deganda u bir hodisa va u hodisaning tushgan hay'atiga dalolat qiladigan masdar. Bir hodisaningki tushgan hay'atiga, ko'rinishiga dalolat qiladigan masdar. O'ltirgan holat, o'ltirgan holat deganga o'xshagan bir sharkatning tushgan hay'atini bayon qilish uchun keladigan masdar. Endi buning o'lchami, ya'ni vazni qanday bo'ldi deganda sulasi fe'ldan ta'la o'lchamiga asosan chiqadi. Masalan, jalsa deganga o'xshagan. Agar fe'l sulasi bo'lmay rubai bo'lib qolsa desa, rubai bo'lib qolsa, buningdan odatdagi masdar sarihga ayollikning ta'sini oxiriga akilish orqali yasaladi. Deydi, masalan, ijlis jalsata talibi ilm.
ilim o'quvchining, ya'ni talibi ilmning o'ltirishida o'ltir. Qaranglar, jalsani men bu yerda tarjima qildim. O'ltirmoq deb tarjima qildimmi? Yo'q. O'ltirishida, ya'ni o'ltirgan hay'atida o'ltir. O'quvchining o'ltirish hay'atida qanday qilib o'ltir. Demak, jalsa. Bu uch harflik fe'l jalasa degan fe'ldan chiqqan masdarul hay'a. Qaysi o'lchamda chiqdi? Fa'la o'lchami asosan o'lchamida chiqdi. Endi uch harflikdan ortiq bo'lib qolsa desa, bu odatdagi sarih masdarga ayollikning ta'sirini qo'shish orqali o'zgartimiz. Masalan, istiraha yastarihu, istirahun masdar sarih. Endi biz bu masdar orom elish, istirahun bo'lsa orom elish bo'ladi. Endi bu masdar sarihni biz orom elish emas, orom elish hay'ati deb bir masdarlar hay'a chiqarmoqchi bo'lsak, shu masdar sarihning oxiriga ayollikning ta'sirini qo'ysaqlar masdarlar hay'a bo'ladi. Masalan, istirahunning istiraha. Masalan, istirahatul muharib urushchilarningki orom elish hay'ati. Demak, bunga hay'at degan tarjimachi qo'shiladi. Mana bu masdarul hay'a. Hay'ani bildiradigan shu masdar. Uch harflikdan fa'la o'lchimida, uch harflikdan ortiq bo'lgan fe'llardan masdarul sarihning oxiriga ayollikning ta'sini ziyoda qilish bilan yasaymiz. Ikkinchisi masdarul marra. Qitimliqning masdari deydi. Ya'ni bu qitimliqni bildiradigan, ya'ni sonni bildiradigan masdar. Masdarul marra deganimiz ma yuzkaru li bayani adadil fi'l. Fe'lning sonini bayon qilish uchun so'zlanadigan masdar. Masalan, bir qatim urdim bo'lsak deymiz, darabtu darbatan. Demak, oxirga ayollikning ta'sirini qo'shish orqali yasaymiz. Darbatan, bir qatim urdim. Darbatun bo'lsa bir qatim urmoq. Uchinchisi masdarul mimi. Hamda bu masdarul mimi degan nima deganda, masdarul mimi deganimiz bu ortiq mim bilan boshlangan masdarlar. Peshida mim bilan boshlangan masdarlarni ko'rsatadi. Deydi, masdarul mimi deganimiz huwa masdarun yubda'u bi mimin zaida. Ya'ni ortiq mim bilan boshlangan masdarlar. Bu qanday chiqiladi deganda, bu sulasi fe'ldan maf'al va maf'il o'lchamiga asosan chiqiladi. Masalan, waqafa desak, turdi shunday. Mawqif maf'il o'lchimida. Mashrab bu maf'al o'lchimida. Bu yerda mashrab ichmak bu ismi zamonga ism makonga bo'lmaydi, lekin masdarul mim bo'ladi. Endi sulasi bo'lgan fe'ldan maf'al va maf'il o'lchimini chiqarib ekanmiz. Sulasi bo'lmagan fe'ldan desa, sulasi bo'lmagan fe'ldan ismi maf'ul o'lchamiga asosan chiqadi. Bu sulasi bo'lmagan fe'ldan ism maf'ul qanday o'lchamiga asosan chiqadi? Fe'l mudari'da mudari harfining o'rniga tashviq qilgan mimni akilish orqali va oxirining ilgirki harfini zavr qilish orqali yasaladi. Masalan, i'taqada desak, bu rubai fe'l. Bu rubai fe'lda ism maf'ul qanday chiqadi? Ism maf'ul i'taqada ya'taqidu. Buning mudari'at harfiga tashviq qilgan mimni akilamiz. Ya'taqidu, mu'taqidu bo'ldi. Oxirining ilgirkisini ta'ni zavr qilamiz, mu'taqadu. Demak, bu ham ismi maf'ul ham masdar mimi bo'ladi. Masalan, mashrab, mawqif, mu'taqad deganga o'xshagan. Ya'ni oxirining ilgirki ta harfi debdimi, oxirining ilgirki qof harfini nima qilamiz? Zavr qilamiz. Endi oxirida ismu masdar. Bu masdar degan nima? Ismu masdar degan nima deganda, bu masdarni biz bayatdan tushundirdik. U o'zining fe'llarining harfini o'z ichiga olgan va zamondan xoli bo'lgan hadasga, ish harakatni bildiradigan lafz edi. Bunda o'zi ism masdar degan nima desa, buni o'xshashla hadasga, ya'ni ish harakatga dalolat qiladi. Lekin u o'zining fe'lining harflarining hammani o'z ichiga oladi. Mana bu faqat o'xshamaslik. Shuning uchun biz buni deymiz, ism masdar deb ataymiz. Ism masdar deganimiz huwa ma sawal masdar fi dalalati ala al-hadath. O masdarga hadasga dalolat qilishda o'xshash bo'lgani. Va lam yusawihi fi ishtimalihi ala jami' ahruf fi'lihi. O'zining fe'lining harflarining hammasini o'z ichiga olishda o masdarga barobar bo'lmaydi. Demak, bu o'zining fe'lining harflarining hammasini o'z ichiga olmaydi. Masalan, tawadda'a yatawadda'u shundaqo. Tawadda'a yatawadda'u. Buningki vudu nimasi bo'ldi? Ism masdar bo'ldi. Vudu. Bu vudu da tahrif kam
Bununki masdarini qanday chiqadi? Tavabbuan. Takallama yatakallamu. Endi takallama degan fe'lning masdar qanday chiqadi? Takallama yatakallamu. Taklim shunday-ku, taklim. yoki takalluman chiqadi. Tafa'ul shaklida takallum. Endi buni ism masdari kalaman. Kalam degan bu ism masdar bo'ldi. Chunki bu harflarning hammani o'z ichiga oladi. Ya'ni tahrifi buningda yo'q. Endi o'sha vaqtlar bugungi masdarga aloqador bo'lgan darsimiz mushiya daxilashdi. Buning oxirida ko'nikmalar berilgan. Bu ko'nikma bugungi dars uchun intayin muhim. Buni sizlar ishlaysizlar. Birinchisi ضع دائرة حول المصدر المقابل للفعل ما بين القوسين. Yumaloq belgisini qo'ying deydi. Doira. Ya'ni dakhala degan fe'lni ba'di. Endi bu fe'lga 3 xil masdar va masdarga o'xshagan so'zni ba'di. Shuning mos keladigan masdarni qo'yamiz. Dakhala degan fe'lning masdari qaysi? Daxlunmi? Duxulmi? Daxilmi? Qaysi? Duxulun. Demak, mos keladiganni qo'ysizlar. yoki buni yumaloq doiraning ichiga olsangiz bo'ladi. Ikkinchi ko'nikma tuandagi ikki tirnoq o'rtasidagi narsadan to'g'ri javobni tanlang deydi. Bu o'xshashlar. Al-masadiru thulatiyya 3 harflik masdarlar qiyasimo, samaimo, laysa mimma sabaq. Hech qaysi emasmi? 3 harflik masdarlar qiyasi bo'lamdi. Qoidalik o'lchimi va vazni bo'lamdi. yoki samai anglab bilinadi desa, samai. İkincisi, yaxtaliful masdar bi ixtilaf naw'iz vazn va vazn al-fi'l. Masdar fe'lning vaznining turining xilma-xil bo'lishidan xilma-xil bo'ladi deydi. Masdarning dalolatining xilma-xil bo'lishidan xilma-xil bo'ladi deydi. Kullu masala. Beshdan, ya'ni ikkisining hammasi to'g'ri. Qaysi to'g'ri? Buni o'z anglashasiz. Demak, mush talab bo'yicha qolganini o'z anglashasiz. Unda bu saboqdoshlar bugungi darsimiz mush yerda daxilashdi. Kelarki saatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.